Bugun yurtimizning barcha hududlari singari Farg'ona viloyati ham katta bayram, katta tantana og'ushida desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari orasida farg'onalik yoshlarning ham borligi bugun Farg'ona xalqini behad quvontirmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi, iqtidorli futbolchi Avazbek O'lmasaliyev Farg'ona shahridagi Dilshod Asanov ko'chasida istiqomat qiladi. 2000-yilda tavallud topgan futbolchi Alisher aka va Jamilaxon opalarning kenja o'g'il farzandi sanaladi. Avazbekning tabiatan sho'x, intiluvchan, ammo o'z oldiga qo'ygan yuksak maqsadiga erisha olishi uning ota-onasini sport mashg'ulotlariga berishga undagan. Niyatimga yetdim. Bolamga doim duolarni qilib yurardim. O'zim orqasidan yurdim 4 yoshdan beri. Prezidentimizga avvalamborki katta rahmat. Kuzatish marosimiga borganda juda ham xursand bo'lib keldim. Ko'z yoshim to'xtamadi hatto. Prezidentimizning futbolga qaratayotgan katta e'tiborlari, yaratilayotgan zamonaviy sharoitlar bugun barcha qatori Avazbek O'lmasaliyevning ota-onasini ham behad quvontirmoqda. Ayniqsa joriy yilning 22-may kuni davlatimiz rahbari O'zbekiston milliy terma jamoasini 2026-yilgi jahon chempionatiga kuzatish marosimida ishtirok etib, yurtdoshlarimiz, futbol muxlislari, milliy terma jamoa a'zolari, murabbiylar shtabi va sport jamoatchiligi vakillarini katta futbol bayrami bilan tabriklagani ularga unutilmas xotiralarni hadya etdi. Prezidentimiz o'z so'zida futbolchilarni voyaga yetkazgan ota-onalariga, ustoz va murabbiylariga, terma jamoamizning barcha a'zolariga butun xalqimiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildirgani farzandining kamolini ko'rayotgan ota-ona qalbini g'urur va iftixorga to'ldirdi. Albatta, prezident har bitta so'zlari bolalarni o'zimizni ko'zlarimizdan yosh keltirib yubordi. Shunchalik g'ururlandiki, hech qanaqa davlatda bunday prezident bunaqa qilib ahamiyat bermaydi. Bizning prezidentimiz xolos shunchalik bolalarni ichiga kirib motivatsiya qilib bolalarni shunchalik sanlar mana shunga yetkazib tarix yozishyapsan, oldiga bos degan gaplarni hech qaysi prezident aytmaydi. Bizning prezidentimiz umri uzoq bo'lsin. Futbolchilarimiz yangi tarix yaratishdi. Futbolchilarimiz O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochgan zamonamiz qahramonlari dedilar. Shu gaplarni eshitib o'z shunchalik futbolistlarning ota-onasi bo'lganimdan faxrlanaman, xursand bo'laman. Yashab turgan ko'chasidan jahon chempionati ishtirokchisining yetishib chiqqani bugun Avazbek O'lmasaliyev istiqomat qiladigan mahalla uchun ham katta tarixiy voqea bo'ldi. Bu xabar mahalla odamlarini behad quvontirdi. Avazbek O'lmasaliyev to'g'risida gapirishganda doim xuddi o'zimni farzandimdek qabul qilaman. Men dam olib o'tirsam, xo'jayinim ko'chadan kirib keldi, faxr bilan aytayapti, yangilik eshitdingizmi deyapti. Qanaqa yangilik ekan desam aytayaptilar-ku, biz Avazbekimiz jahon chempionati. Voy, o'sha Amerikami dedim. Qarang, Amerikada to'p tepadimi desam, endi Alloh nasib qilgandan keyin shunaqa bo'ladi-da dedi. Ayting, o'tirib olib duo qildim. Biz ko'chamizdan shunaqa yigitlar chiqsa, bu bolani kelajagi porloq bo'lsin. Avazbek bilan biz yoshligimizdan birga katta bo'lganmiz. Avazbek o'zi yoshligidan boshlab futbolga qiziqishi ancha kuchli edi. Biz tengi, biz qator bolalardan ancha ajralib turardi. Har kuni o'z vaqtida, o'z soatida chiqib, o'zining trenirovkasini qilib, keyin boshqa ishlarni qilardi. Men mana shunaqa do'stim borligidan juda ham faxrlanaman. Men fursatdan foydalanib do'stim Avazbekga, O'zbekiston milliy terma jamoasiga shu bo'lib o'tadigan jahon chempionatida juda ham katta omad tilayman. Avazbek O'lmasaliyev dastlabki futbol saboqlarini iqtidorli murabbiy Diyorbek Mirzaboyevdan olgan. O'sha paytda futbol internatiga o'qishga qabul qilinganida u 12 yoshda edi. Ustozining mehnati, berilayotgan vazifalarni puxta o'zlashtirishi uni asta-sekin professional futbolchi bo'lishiga zamin yaratdi. Avazbek futbol internatiga 12 yoshda 5-sinfda meni qo'limga kelgan va o'sha maskanda birinchi murabbiy bo'lganman. Va 5-sinfdan 7-sinfgacha salkam 3 yil meni qo'l ostimda shug'ullangan. Birinchi kelishdayoq antropometrik ko'rsatkichlari juda zo'r bo'lgan. Misol otalarini yaxshi bilaman, akasini yaxshi bilganimda, lekin bu ularga qaraganda bo'ylari uzun. Boshidan markaziy himoyachi qilib tayyorlaganman. Menga kelguncha boshqa futbol maktablarida shug'ullanib yurgan, lekin hujumchi bo'lgan ekan. Akasi hujumchi, u ham hujumga qilgan. Aytganman, sen himoyachi bo'lasan, markaziy himoyachi. Bo'ylari uzun, oyoqlarining uzunligining hisobiga har doim hujumchilarga yetib olgan. Shunaqa sifatlari bor edi. Futbolchi bo'lishi ma'lum edi. Bugun mana eng baxtli murabbiylar qatoridamiz. O'zimiz futbolchi sifatida terma jamoalarda o'ynash, terma jamoalar bilan xalqaro musobaqalarda qatnashish nasib qilmagan, lekin mana shu Avazbekda murabbiy bo'lib futbolga kirib
keladigan qadamlarda qandaydir hissalarimizni qo'shganimiz uchun, mana shu jahon chempionatida qatnashayotgani uchun eng baxtli murabbiylardanmiz. Bu shuncha qo'lga kiritgan natijalarda zaminida hurmatli yurtboshimiz turishibdi. Mana hozir ommaviy axborot vositalari orqali har kuni O'zbekiston terma jamoasini Amerika Qo'shma Shtatlarida yig'inlarini kuzatib boryapmiz. Top terma jamoa davlatlardaqa va ulardan yuqori darajadagi sharoitlar yaratib berilyapti. Albatta bunday sharoitlarda biz aminmiz, biz ishonamiz, yaxshi natijalar qilib, xalqimizni, hammani ota-onalarini, oilalarni xursand qilib qaytishadi degan umidamiz. Bolaning sportga bo'lgan katta ishtiyoqi avvalo oiladan shakllanadi. Avazbekning futbol olamiga kirib kelishida akasi taniqli futbolchi Sherzodbek Hakimovning hissasi katta. Birga ishlab, bilmaganini o'rgatib, yuksak natijalarni qayd etishiga umid bergan Sherzodbek bugun ukasi bilan faxrlanmoqda. Ukam Avazbek O'lmasaliyev futbolga menga havas qilib kirib kelgan. Men faoliyatim davomida shuncha natijalarga erishgan bo'lsam ham, jahon chempionatida ishtirok etish nasib qilmagan. Mana hozir ukam mana shu baxtga sazovor bo'lganidan xursand bo'lyapman. Shularda zamirida prezidentimizni futbolga e'tibor qaratayotgani, barcha sharoitlarni yaratib berayotganiga mujassam. Biz ishonamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi o'zini ko'rsatadi. Men juda ham xursandman. Turmush o'rtog'imni eng katta orzusi amalga oshdi. Avazbek akam jahon chempionatida qatnashayotganlari uchun prezidentimizga kattakon rahmat, shunaqa sharoit yaratib berayotganlari uchun. Bu voqea biz uchun, oilamiz uchun juda ham muhim. Men ishonaman, O'zbekiston milliy terma jamoamiz yuqori natijani ko'rsatishadi. Hozirda barchaning fikri va xayoli O'zbekiston milliy terma jamoasining mundialdagi ishtirokiga qaratilgan. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, futbolchilarimiz O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochgan zamonamiz qahramonlari. Davlatimiz rahbarining bergan bunday yuksak ta'rifi esa yoshlarimizni jahon chempionatida mardonavor harakat qilishga undamoqda.